mana sizlarga yana bitta bitgan ishimizni ko'rsatmoqchi edik. Bu yerda biz shkaf kupe yasaganmiz. Shkaf kupemizni rolikli mexanizm ishlatganmiz. Shkaf kupemizni umumiy o'lchamlari 3,40, bo'yi 2,35, qalinligi 65 cm ga ishlangan. Shkaf kupemiz ikkita moduldan, 4 ta seksiyadan iborat. Demak, boshlanish qismida ikkita seksiyasi bir-biriga simmetriya qilib ishlangan. Bu asosan oyoq kiyim, bosh kiyimda va kiyimlar uchun seksiyasi yasalgan. O'rta qismlari ham demak kiyim ilish uchun va uning yonida polkalar tagida tortmamiz mexanizmi shu navodchilik qilib ishlangan. Keyingi seksiyamizda demak bu ham kiyim ilishga mo'ljallangan. Yana bitta shu joyini ko'rsatmoqchi. Bu shtangamiz yechiladi. O'tga mijoz xohishiga ko'ra boshqa kattaroq buyumlar taxlasa ham bo'ladigan qilib ishlangan. Shkafimizni materiali MDFdan slonoviy ko'z rangida ishlangan. Aksessuarlariga tilla rangli demak aksessuarlar ishlatganmiz hamma qismida. Kimga shunaqa shkaflar kerak bo'lsa, bizga murojaat qilishingiz mumkin. Pastki raqamlarga telefon qilsangiz, sizlar bilan ham buyurtma asosida ishlashingiz mumkin.